Oyijon, beraymi o'zim qilaman. Menga qarang. Qachongacha o'g'limni hayotini zaharlamoqchisiz? Shuncha paytdan beri gapirmadim. Yetar endi, yetar. Meni o'g'limni baxtli bo'lishga, sog'lom ayol bilan yashab farzand ko'rishga haqqi bor-ku. Nima? O'lguningizgacha sizni kasalingiz bilan kurashib yashash kerakmi? Qizim deyman, bolam deyman. Iltimos, meni ham to'g'ri tushuning. Gaplarimni o'ylab ko'ring. Iltimos. Nima qilsan? Og'ir ko'tarish mumkin emas sanki. Nima qilish mumkin emasligini men o'zim juda yaxshi bilaman. Menga aql o'rgatmang, tushundingizmi? Jonimga tegib ketdi, hadeb har bitta qadamimni nazorat qilaverishingiz. Tushunmadim. Nimasini tushunmaysiz, a? Siz o'zi qanaqa erkaksiz? Boring boshqasiga uylaning, farzandli bo'ling. Men kasalman, ertaga o'lib ketaman, baribir sizga farzand tug'ib bera olmayman. Tinch qo'ying meni, sizni umuman ko'rgim kelmayapti, yashashga olamayman. Bo'ldi. Hammasi yaxshi bo'ladi, bo'ldi. Yashagim kelyapti.